Abliz Mahsum kishilar qalbini hayajonga soldurg'uchi. O'z hayotining 47 yilini Xitoy zindonlarida o'tkazib, Uyg'ur millati tarixida eng uzun turmada yetib, azob chekkuchi. O'tkir she'r g'azallari, egilmas sunmas fidokorona ruhi orqali bugungi zamon Uyg'ur farzandlarining tillarida daston bo'lib kelayotgan inqilobiy vatanparvar shoir Abliz Mahsum 1899-yili Atuşning Mashhadga tutash Bog'eriq kentida Uyg'ur yangilik harakatining bayroqdori, jamoat arbobi, buyuk olim Abduqodir Abdul Varis, ya'ni taxallusi g'ozi Damollamning, ya'ni 1870 dan 1924 oilasida dunyoga kelgan. U dadasining bir qo'lliq tarbiyalashi bilan boshlang'ich o'ttir maktablarni Qashqar shahrida bitirdi. Bu jarayonda Damollam va boshqa bir qism ustozlardan arab faris tillarini o'rganadi. Uningdan keyin Abduqodir Damollam o'g'li Abliz Mahsumni oliy bilim yurtlarida texmi yaxshi tarbiyalash maqsadida Hindistonga avatadi. 1920-yili Abliz Mahsum Hindistonda oliy maktab hayotini boshlaydi. Ayni yillari uning o'quvchilik mezgili Hindiston xalqining Angliya tajovuzchilariga qarshi elib berayotgan kurash jarayonlariga to'g'ri keladi. Aytilishicha, Abliz Mahsum Shavkat Ili rahbarligidagi Hindiston musulmonlarining Britaniya, ya'ni Angliya mustamlikchilariga qarshi kurashini va ya'ni xalifa harakatini qo'llab, namoyishlarga qatnashgan hamda namoyishchilarga tajovuzchilar mustamlikchilik niyatidan osonlikcha voz kechmaydi. Sizlar quruq qo'l bundaq namoyish qilavermay, qo'linglardan kelishicha koltek, cho'moqlar bilan qurollansanlar texmi yaxshi unum beradi, deb yo'l ko'rsatgan. Hindiston xalqi bu maslahat bo'yicha qo'liga nima chiqsa shuni elib, namoyishchilardan boshqa ba'zi amaliy qarshilik harakatlarini elib borgan. Bu harakatlarning unumi ko'rilib, Hindistondagi Angliya mustamlikchilarini xeyli cho'chitgan. Ular Hindistonliklardagi tuyuqsiz o'zgarishning sababini aniqlab, bilgandan keyin Abliz Mahsumni tutqun qilib 6 oy solab qo'ygan. 1924-yili 8-oyning 14-kuni Abduqodir Damollam chet el kuchlari va Xitoy mustabid hokimiyatining yo'shurun planlashi, sotqin munofiqlarning qo'l silishi bilan o'zining Qashqar shahar Ko'n o'rdidagi kutubxonasida shahid qilinadi. Shu yili kuz mezgilida bu shum xabardan Uyg'ur millatining beshiga kelgan bu xil fojiadan xabar topgan Abliz Mahsum dadasining qotilini, to'g'risi Uyg'ur millatining qotilini tepib, xalqdan iborat buyuk Saudiyaning adolatiga topshirishni maqsad qilib, Hindistondan ona vatani Sharq Turkistonga qaytib keladi. Afsuski, mustamlikchi Xitoy hokimiyatining ko'p taraflamilik to'sqinligi bilan u ochgan da'vo unumsiz oxirlashadi. O'zining barlig'ini xalqning erkinligi, vatanining mustaqilligiga bag'ishlagan Abliz Mahsumning 1920-yillardan boshlab she'r ijodiyati bilan shug'ullanishga boshlaganligi ma'lum. Shoir yoshlardan o'zining izzat obro'yini, ar-nomusini, madaniy meroslarini, e'tiqodini qo'g'dashni talab qiladi. Umuman ona vatanini Xitoy mustamlikchilarining tumir tapini ostidan qutuldirish uchun kurashga chaqirdi. U hayotida jannat misoli go'zal vatanining tabiiy manzaralarini tasvirlashdan, raqiblarga nafrat yog'dirishdan boshqaga ishonmagan. Shoirning vataniga bo'lgan muhabbati, raqiblarga bo'lgan nafratida o'z ifodasini topgan bo'lsa, kurashdagi savarchanligi, uzluksizligida, fidokorligi, isyankorligida o'z ifodasini topadi. Qarong'u kamir, zay zindan, Eğir jismani emgek bu e'tiqodli insonning giganit gavdasini davosidan, e'tiqodidan voz kechishga ko'ndirolmaydi. Millatni uyg'otish, yangilikqa intildirish, vatanni suyish, xoinlarni qamchilash, ishg'olga, zulmga qarshi kurashga qarshi shoir she'rining markaziy temasi bo'lib, uningda tajovuzchi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi istibatini qattiq qamchilab tanqidlagan. Şo'mekin biz uning she'rlaridan Uyg'ur xalqining jiddiy tashvishlari,
va umid ishonchlaridan yo'g'rilgan bir g'arib kuyning yurakni larziga soladigan yangroq muzikasini anglagandek bo'lamiz. Abdulaziz Mahsum Sharq Turkiston tarixida Uyg'ur millatining ichidan Xitoy tajovuzchilari tarafidan eng ichinishli darajada xorlangan Uyg'urlarning tipik misollaridan birisidir. Shundaqla Abdulaziz Mahsum dunyo tarixida Uyg'urlar ichida eng ko'p va eng uzun turmada yotgan shaxs bo'lib hisoblanadi. U tajovuzchi, ishg'olchi, mustabid Xitoy hokimiyatining Yang Zemin, ya'ni 1914 dan 1924 davridan boshlab Jin Shurin, ya'ni 1924-1933, Shin Sei, ya'ni 1933 dan 1944, Millatchi Xitoy Kuomintang 1944 dan 1949, Kommunist Xitoy, ya'ni 1949 yilidan boshlab 1982 yilgacha bir qancha qitim ilgari oxir bo'lib chet eldan qaytib kirganligidan keyingi 58 yillik hayotining 44 yilini turmalarda o'tkazgan. U Hindistondami 6 oy inglizlarning turmasida yotgan. Turmadan chiqqandan keyingi oxirgi 2 yilimi qattiq nazorat ostida o'tgan bo'lib, 83 yillik hayotining 47 yili turmalarda o'tgan. Uning yoshlik bahori, toza jasoratga to'lgan navqiron chog'lari qorong'u kamerlarda, emgak bilan o'zgartish maydonlarida, zanjir kishanlar bilan xor zorliq ichida o'tgan. Abdulaziz Mahsum 1930-yili yozda G'ulji shahrida bo'lgan bir suhbatda Sorindagi jamoatga xitobat Hindilar o'zining milliy ozodlik yo'lida kurash qilib, dushmanning turmisida yotgan, shu yo'lda dard tatgan inqilobchilarni bak qadrlaydi ekan. Har qanday so'rinlarda o'zining to'rga amaldor hokimlarni yoki pul topgan boylarni emas, vatan ozodligi yo'lida kurash qilib, dushmanning turmisida yotgan milliy qahramonlarni o'ltirg'izdi ekan. Butun jamoat ularga alohida hurmat ko'rsatdi ekan. Bizda bo'lsa, ahvol dal buning aksicha. Biz mushu bir selishtirma orqali millatimizning siyosiy sapasining qaysi darajada ekanligini ko'rib olaymiz, degan. U yana Hindilarda mana shundaq milliy ruh bo'lganligi uchun ular inglizlarning 3 asrlik mustamlikchilardan qutulib, mustaqillikka erishdi. Bizmi o'zimizning tavranmas vatanparvarlik ham inqilob ruhini yetildirishimiz kerak, degan. Abdulaziz Mahsum Sharq Turkiston Jumhuriyati bilan millatchi Xitoy o'rtasida imzolangan, ya'ni 11 bitim dan keyin 1946-yili 9-oyda, ya'ni Birlashma hukumat nomidan ilib berilgan xalqchil saylamda Aqsu viloyatiga vali bo'lib saylanadi. Bitim buzilgandan keyin u Urumchiga kelib ayni vaqtdagi Oltay nashriyotida muharrirlik qiladi. Ham Arik gazetida muavin bosh muharrir bo'lib ishlaydi. Bu gazetda uning Millatim, Uyg'on degan she'rlari e'lon qilinib kuchli ta'sir qo'zg'aydi. U kommunist Xitoyning qo'lidagi oxirgi 32 yillik hayotining 30 yilga yaqin vaqtini turmalarda o'tkazgan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilariga hech bir zaman bo'yin egmaydi. Hech bir zaman Xitoyning Sharq Turkiston zaminidagi hokimiyatini e'tirof qilmaydi. Hech bir zaman Sharq Turkistonning mustaqilligidan voz kechmaydi. U boshdan oxiri qat'iylik bilan Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkiston zaminidan chiqib ketishni talab qiladi. Xitoyning barliq takliflarini rad qiladi. Xitoy taklif qilgan huquq, mansablarga ko'z qirinib solmaydi. Yig'ib aytganda, tajovuzchi Xitoy Abdulaziz Mahsumni har qancha qilib biror qitim bo'lsa-mu oldiy olmaydi. O'zi hech bir zaman e'tirof qildira olmaydi. Qo'lidan kelgan barliq razillik, barliq vahshiyliklarni ishiltibmi faqatla bo'ysundira olmaydi. Abdulaziz Mahsumning butun hayoti tajovuzchi, ishg'olchi Xitoylarga bo'lgan cheksiz g'azab nafrat, o'ch adovat va qon qisos bilan to'lib ketgan. Abdulaziz Mahsum: Xitoyni men Xitoy deyman, uni insoncha ko'rmasman. Mer osmonchi bo'lsangmi seni ko'zimga ilmasman. Agar jannatning ochquchi sen nijisning qo'lida bo'lsa, Allohga anit icharmanki,
u hal jannatga kirmasman degan she'ri orqali Xitoyga bo'lgan yuragidagi cheksiz o'chmanlikni aniq ifodalash bilan birga o'zining nazarida Xitoyning nimaligini, o'zining kimligini ham maydonini aniq bildirgan. 2015-yili yozda Amerikadagi Erkin Osiyo radiosida xizmat qilayotgan Abdulikim Boqiy Iltabir apandidan Abdulaziz Mahsum to'g'riliq tövandagi ahvollarini anglagan edim. Abdulaziz Mahsum sabdoshlari bilan birlikda 1942-yili Sharq Turkiston Islom partiyasi ismli bir maxfiy partiya qurgan. 1954-yili Nimshid armiya damollam 30 kishilik haj umiki bilan hajga chiqqan vaqtda Abdul Aziz Mahsum yezib tayyorlagan bir parcha xatni maxfiy elib chiqib Misrning bir gazetida e'lon qilgan. Xitoy 1954-yili Mahsumning uyini aqtirganida Mahsumning uyidan Sharq Turkiston Islom partiyasining bir dona oltin tamg'isi va bu partiyaga oid nurg'un hujjat, pul qatorliq moddiy buyumlarni tepib elib chiqib ketgan. Keyin bu oltin tamg'ini Sayfiddin Azizi, ya'ni 1915dan 2003 Xitoyning ma'lum idorasidan elib chiqmoqchi bo'lganida bu organdagi alayda saqchi Xitoylar qarshi chiqqan. Shuning bilan Sayfiddinlar bilan u idoradagi oltin tamg'ini qo'g'dayotgan alayda Xitoy saqchilar o'rtasida etish yuz bergan. Bu etishda Sayfiddin Azizning qozoq muhofizachisi bir saqchi Xitoyni etib o'ldirgan. Sayfiddin Azizi taraf oltin tamg'ini majburiy elib chiqib ketgan. Shoir 1958-yili yozgan, ya'ni Abla Naman ismli she'rida milliy munofiq Abla Namanni ochiq oshkor holda yerdan yerga urib nihoyat qattiq so'kkan. Abla Naman: "Ey zahar ti shumliqni po'qdi. Makkar ol so'qdi, xoin shum xislat. Sendek vijdonsız, melun imansız, meslek nişansız sana ming lanet." 1980-yili köz aylarida Xitoy jallotlari Abdulaziz Mahsumni yashinib qolganligi ham kasalligi sababi bilan 81 yoshida turmadan bo'shatdi. U shuningdan keyingi hayotini kech-kunduz nazorat ostida o'tkazdi. Shoirning turmadan chiqqanligini anglagan Sharq Turkiston xalqi shoir qayerga borsa uni beshiga olib ko'tardi. Cheksiz izzat ikrom, hurmat, ehtirom bilan qarshi oladi. U Kucha, Qashqar, Ili qatorliq joylarni bir qator ziyorat qilgandan keyin Urumchiga inib kelib istiqomatini boshlaydi. Inqilobiy shoir, mashhur jamoat arbobi Abdulaziz Mahsum bir diniy olim bo'lish sifati bilan vatan va millatni so'ymak ahli islom sha'nidir. Bu haqiqat, bu adolat Tangrining farmonidir degandek jaronliq misralar bilan vatanparvarlik sadosini yangritdi. Vatanparvarlikning haqiqiy ulgusini tiklaydi. Vatan va millatni suyish dinimizdimi tashabbus qiladigan amr farmon ekanligini aniq o'ttirib qo'ydi. Vatani bo'lmagan har qanday bir xalqning o'z yurtidimi xaru zarliqdan qutula olmaydiganligini, vatansiz millatga boshqa ellardimi abadiy xotirjamlik bo'lmaydiganligini ochiq jakarlaydi. Vatan so'ygusi, jigar pora yurak yora, siqilsa tan ora jonim. Vatan dardi g'imi millat bilan o'lsam yo'qdir armonim. Vatan deb dinu millat deb beshimga har balo kelsa, bilarman baxtu iqbolim sharaflik faxru unvonim. Darixa vatanimni g'ayrilar zo'rlab bisib olg'ach, yurak bag'rim kuyib, qonim qizzib qaynaydi vijdonim. Buyuk tarix azat millatim qulluqqa aylang'ach, faqat toqat qilolmay o'rtinib yonmoqda har yonim. Qiyib boshim, eqib yoshim, tushib ruhim, sunib ko'nglim, o'rab g'am qayg'u holimni yetishmay chora darmonim. Ezildim, bekor o'ldim, va lekin bo'lmadim noumid. Sabab kim? Vaqtliqdir bu ezilgan, bu siqilg'onim. Nishonimga erishmakka ishonchim zo'r to'liq chunki
Diyeç hürlük üçün qandaş, tilekdaşlar pida canım. Tur ey Türk oğli, bu ar numusni kötermestin. Tenin irgat, közün aç, baş köter evladı Turanım. Oğuz Xan çoğ babam aprisyap, Atilla buğralar. Büyük kök toğlarıdın dep kökki yetti, ah tartqanım. Büyük altın kömüş orada kurulgan çağda şol toğni. Kucaklap turğunumda ақсы arman yok kızıl kanım. Sakal saçım kızıl kanğa buyalmastın qaza qılsam. Yumulmastın közüm, dıldı qalur həsret ve armanım. Erişmek erkin azatlıqqa, haqqani köreş birle. Asarettin vatan milletni qutqazmaq mening şanım. Həsret. Men işengen milletimdin körmüdüm hiç bir vapa. Beşimga keltirdiler dert ve elem türlü capa. Sen özen asra meni Tanrım birubar. Türlü afet ve balalardın bihaqqil Mustafa. Bu muztar asra cavdı ihsanın bilen ya Rab. Nazar sal men qulunga apu g'ufranın bilen ya Rab. Yetip zindan arağım, qaygı hasretlerde zarlandım. Meni qutqaz bu dertin emru permanın bilen ya Rab. Habbin hürmetidin nativan mahbus meyuske. Rahim eyligeysen fazli rızvanın bilen ya Rab. Yolunda din ve millet dep, vatan dep zarlanıp turman. Özün uluğ yarı yölek bol Nasr sultanın bilen ya Rab. Uluğ Tanrım senindin özge hiç püştu panahim yok. Özün asra meni sen kudreti şanın bilen ya Rab. Habbin hürmetidin men asr miskin azizige. Rahim eyligeysen fazli ihsanın bilen ya Rab. Salavat salam bilen berkitini yetküzgin habbinge ve hem de ali ashabinge her anın bilen ya Rab. Milletne uyg'otish. Milletim g'aflat, jaholat uyqusiga qanmading. Barcha millet ko'z ichib uyg'ondi, sen uyg'onmading. Xaru zarliq ostida mahkum mazlum qul bo'lib, senmu millet, senmu inson bo'lg'uning o'ylanmading. O'yla millet tarixin bek shonu shavkatlik idi. Amdi ne holga tushib qolding, nichun zarlanmading? Mustabid bosqinchilarga bosh egib taslim bo'lib, o'zlashib ketmoqchi bo'lgan shum xiyolingdan yonmading. Barcha millet erkin ozodlik kurash maydonida otlanib jangni qizitdi, sen texi otlanmading. Zulmi istibatga qarshi jon tikib qon oqqizib, yettiler maqsadlariga sen amal qo'llanmading. Xaruzarlıqda yatarsan bulğunup hayvan kabi, sen bu xiyalda yatqali insan emas hayvan mıdın? Asli neslin şanu şevketlik Türk qani turup, ar numusni qo'yib vicdan setiştin yanmadın. Milletim ötti bişingdin xilmi-xil açıq sınaq. Hiç biridin sen tüzük ibret elip oylanmadın. Qahraman əcdadlarının hər qaysi ərdi arsılan. Ərdiler sen əsli başqa ya bölek bir qanmıdın. Milletim oyğan köz aç, tur, baş götər insan isen. Ya ki sen insaniyetlik şanni qoyğanmıdın. Arnumus Türk ilige xaruzar məhkum yaşaş. Ni üçündür milletim bu halgı sen arlanmadın. Ey azizi aqla tarixini dünya aldıda. Tur közün aç, niye g'aflat uyquga qanmadın. Hikmetlik söz. Haqqi dostu sadiqgar zahar sunsa şeker deb bil. Mer düşman sana eplep şeker sunsa zahar deb bil.
ziyon yetküsü dostun payda deb bil ko'ngli tuz bo'lg'ach, shuningdek dushmanning gar payda yetküse zahar deb bil. Sebep kim her birining sen uchun sirliq nishoni bor. Ne ishlar bo'lsilar o'ylab nishoningga asir deb bil. Hürmetlik o'qurman. Xabaringiz bor. Kommunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonga tajovuz qilib besib kirgandan keyin Uyg'ur xalqi bir kichik qiyomatni boshdan kechirdi. Zo'migarlarga qarshi kurash, yer islohoti, o'ngchi, yerlikchi, millatchilarga qarshi kurash, sinipiy kurash, dazaydan o'g'inish, sotsialistik tarbiya, madaniyat inqilobi qatorliq iblis, shaytonning aqliga kelmaydigan hazozul harakatlarning orqasida nurg'unlagan madaniy meroslarimiz yo'q qilindi. Ana shundoq dahshatli bo'ronlarda Ablis Maqsumning nurg'unlagan qimmatlik qo'l yozma